Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkazilgan yozgi olimpiadada ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasi vatanimizga qaytib keldi. Mazkur hayajonga boy jarayonni UzReporter va telekanali jonli tarzda efirga uzatdi. Ularning ota-onalari ham ularni ichkarida kutib turishdi. Albatta biz ham chempionlarni kutib olish uchun bu yerga yetib keldik va sizlarni demak e'tiboringizga mana shu jarayonni jonli efirda uzatishni demak maqsad qilganmiz. Hozirda mana maxsus traplar qo'yilgan. Aynan bayramona maxsus traplardan birinchilardan bo'lib olimpiadaning so'nggi kunida oltin medalni qo'lga kiritgan Bahodir Jalolov. Uning ortidan yana 4 nafar medalchilarimiz va boshqa sportchilar tushib keldi. Har bir sportchi yoshligidan orzu qiladi olimpiada o'yinlari g'olibi bo'lishni. Mana shu orzu bizga ham nasib qilgan ekan. Men bundan juda ham baxtiyorman. Bu medal bitta meni medalim emas, butun O'zbekistonning medali. Ko'rgan bo'lsalaring shu Amerikadagi final jangni amerikalik bokschiga qarshi jang oson bo'lmadi. Nima deydi? Bu g'alabaga erishish ham oson bo'lmadi. Bu barcha O'zbekistonning yutug'i. Men ringda ham aytib o'tdim. Bu mustaqilligimizning 30 yilligiga sovg'a. O'z navbatida O'zbekiston delegatsiyasiga ilk oltin medalni olib kelgan taekvondochimiz Ulug'bek Rashidovning fikrlari bilan ham qiziqdik. Final jangida oxirgi soniyalar qanday o'tdi? Ochkolar bo'yicha ortda qolib 10 soniya ichida oltin medal taqdirini qay tariqa hal qildingiz? Ну, это спорт, и во время соревнований все может перевернуться за один раунд, как в нашем спорте и в любом спорте все может перевернуться за в tечение 20 Avvalambor bu sport. Bellashuv davomida soniyalar ichida hamma narsa birdaniga o'zgarib ketishi mumkin. 10 soniya qolganda 2 ochkoga ortda borayotgandim. Shu lahzada meni xayolimga butun O'zbekiston meni kuzatayotgani hamda o'zimga o'zim sen shu medal uchun shuncha mehnat qilding, bu yog'i oz qoldi deb harakat qildim va ko'zlagan natijamga erishdim. Как-то все дало силы, и дай бог с Божьей помощью у нас все получилось. Shundan so'ng olimpiadachilarimizni kutib olishga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Sportchilarimizni tabriklash uchun O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi va boshqa ko'plab mutasaddilar so'zga chiqdi. Butun O'zbekiston xalqining yuragi larzaga kelgan, chunki bizning sportchilarimiz davlatimiz rahbariyatining umuman O'zbekistonning sportga bo'lgan e'tibori, sportga bo'layotgan juda katta mana shunday e'tibor, mablag'larning sarflanishi hammasini oqlab, bugun yuzlari yorug' bo'lib, o'z ona yurtlariga qaytib kelishdi. Biz juda ham katta bir g'urur bilan ularni har bir chiqishlarini tomosha qildik. Ota-onalari, mahalladoshlari, yurtdoshlari qanchalik o'zlarini do'stlari qanchalik hayajon bilan har bir musobaqani kuzatgan bo'lishsa, biz ham butun O'zbekiston xalqi hayajon bilan faqat yutishini xohlab katta diqqat bilan tomosha qildik. Aziz o'g'lonlarimiz, bizning barcha sportchi qizlarimiz bugun mana o'zlarini mehnatsevarliklari tufayli, ularga bilim, tarbiya bergan ustozlarining mehnatining mahsuli tufayli, yurtboshimizning bularga bo'lgan katta ishonchi tufayli, katta bir berayotgan tarbiyalari tufayli mana bugun bizning sportchilarimiz yorug' yuz bilan O'zbekistonga qaytib kelishdi. Men bir narsani aytmoqchimanki, hali aytib o'tdim, hammamiz kuzatdik deb. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sizning har bir chiqishingizni, sizni har bir g'alabangizni yoki bo'lmasam sal bo'lsa ham boshqa davlatlar sportchilaridan ortda qolishingizni xursand ham bo'ldilar. Sizlar qanchalik xafa bo'lgan bo'lsangiz, shunchalik ular ham xafa bo'ldilar. Men aytmoqchimanki, biz davlatimiz rahbariyati umuman butun xalqi sizlarni o'z farzandlarimizni faqat g'alabalar bo'lishini xohlaymiz. O'zbekiston onalari, O'zbekiston ayollari nomidan katta bir g'ururga, iftixorga bizni to'ldirganingiz uchun katta minnatdorlik bildirmoqchiman. Chunki siz O'zbekiston qanday davlat ekanligini butun dunyoga namoyish qildingiz. Ulug'bek Rashidov, Akbar Jo'rayev va nihoyat oxirgi kuni Bahodir Jalolovlar hurmatli prezidentimizga 2019-yil mustaqillik kunida bergan va'dasini bajardi. Men o'ylaymanki, baribir Miraziz ham, Tursunoy ham xafa bo'lish kerak emas, boshqa sportchilarimiz ham xafa bo'lish kerak emas. Hali oldimizda Parij bor. Parijda hali bor bo'lgan kuchinglarni, imkoniyatinglarni, g'ururinglarni, haqiqiy O'zbekistonni vakili ekaninglarni o'tda hali ko'rsatishga oldimizda imkon bor. G'oliblarimiz, barcha bizning sportchilarimiz o'zlarining g'alabalarini vatanimizni ulug' bayrami, mustaqillikning 30 yillik bayramiga bag'ishlashdi.
Shuning uchun shu bayram bilan mana munosib kutib olishga imkonimiz bor. Hammanglarni kirib kelayotgan bayramlar mana shunaqangi zo'r sovg'alar bilan muborak bo'lsin. Bundan tashqari qahramonlarni tarbiya qilib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilariga ko'tarishda munosib hissa qo'shgan insonlar, ya'ni chempionlarning onalari ham so'zga chiqdi. O'g'lim bitta meni farzandim emas, butun O'zbekistonni farzandiga aylangan ekan. Buni ko'rib bilib juda ham xursand bo'ldim, chunki xalqimizni duosi orqali mana shu darajaga farzandim yetdi. Xalqimiz kecha-yu kunduz duo qilishdi. Hammalariga rahmat aytaman. Bu narsa, bularning hammasi orqasida muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich turganidan juda ham xursandman. U kishining sa'y harakatlari, yoshlarimizga e'tiborlari tufayli farzandlarimiz shu darajaga yetishdi. Mana borib Tokioda, Yaponiyaga borib, mana shu medallarni olib kelishdi. Mana o'zimning farzandim Bahodirjonim shu prezidentimizga bundan 3 yil oldin va'da bergandi. Xudo xolasa, nasib qilgan bo'lsa Tokioda oltin medalni olib kelib sizni xursand qilaman degandi. Menga ham Rio de Janeiro shahrida bo'lib o'tgan Olimpiadada telefon qilib, onajon, xafa emasmisiz? Meni yutqazib qo'yganimdan. Xudo xolasa siz hali men eng zo'r sportchi bo'laman, dunyoni oldiraman, Olimpiada chempioni bo'laman deb va'da bergandi. Mana farzandim va'dasini ustidan chiqdi. Men bundan juda ham xursandman. Shunday farzandim borligidan faxrlanaman. Bahodirjon, sen bilan faxrlanaman. O'g'lim boshimda dunyo turguncha turgin, sog'-omon bo'lgin. Men o'g'lim bilan juda ham faxrlanaman. O'zbekistonimizga ozgina bo'lsa ham o'zini hissasini qo'shgandan xursandman. Akbar O'zbekistonimizga 30 yilligiga sovg'a qildi. Xudo xolasa yurtimizni, yurtboshimizni ishonchini oqlab, keyingi Olimpiada o'yinlarida xudo xolasa yana oltin medallar bilan qaytib keladi deb ishontiraman sizlarni. Я благодарю всех болельщиков, которые болели за моего сына, и за всех спортсменов, которые находились на Олимпиаде. Это так волнительно, как для нас, матерей, и вообще для отцов, для всех родственников. Это очень волнительно. Я всех вас поздравляю, во-первых, с медалями, с нашей независимостью 30-летия. Благодарю нашего уважаемого президента за то, что летают на такие международные мировые соревнования и на таком большом уровне. Я вас всех благодарю. Спасибо вам за поддержку и за то, что болели за всех наших спортсменов. Благодарю вас. Tadbirdan so'ng bayram kayfiyati davom etdi. Olimpiadachilarimiz maxsus 2 qavatli avtobuslarda shahrimiz ko'chalarini aylanishdi. Hamda Milliy Olimpiya qo'mitasi tomon yo'l olishdi. U yerda sportchilarimiz esdalik uchun fotosuratlarga tushdi. Shu bilan birga ularga tayyorlab qo'yilgan prezident sovg'alari ham birin-ketin topshirildi.